Hop, assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugun uglevodorodlarni dastlabki vakilidan dars o'tishni boshlaymiz. Dastlabki vakili, birinchi vakili bu alkanlar hisoblanadi. Hop, alkanlarni ta'rifiga keladigan bo'lsak, alkanlar umumiy formulasi CnH2n+2 bo'lgan. Tarkibidagi uglerodlar bir-biri bilan oddiy sigma bog' orqali bog'lanib, uglerodlar o'zlarining qolgan valentliklarini vodorod bilan to'yintirish orqali hosil bo'lgan murakkab organik moddalarga alkanlar deyiladi. Xo'p, ta'rifi ozgina uzunroq bo'lishi mumkin, murakkab ko'rinishi mumkin, lekin juda ham oson. Buni qadamma-qadam ko'rsatib beraman hozir. Xo'p, demak, ta'rifimizni boshida keltirilgan qismdan boshlaymiz. Umumiy formulasi CnH2n+2 bo'lgan. Demak, yozadigan bo'lsak, umumiy formulasi CnH2n+2. Umumiy formulasi mana shunday bo'lishi kerak ekan alkanlar. Demak, mana shu formulaga mos keladigan moddalarni yozib ko'ramiz. Hop, misol uchun n o'rniga 1 qo'yadigan bo'lsak, C uglerodni o'zini yozdik. Mana bu yerga endi 1 bo'lgandan keyin yozishimiz shart emas. 1 ni mana bu yerga qo'ysak, 1 ni 2 ga ko'paytirsa 2, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 4. Vodorodlar soni 4 ta. Bu alkanlarning birinchi vakili metan hisoblanadi. Hop, endi ikkinchi vakilni yozadigan bo'lsak, uglerodlar soni 2 ta. Mana bu yerga 2 ni qo'ysak, 2 kere 2 4, 2 ni qo'shadigan bo'lsak 6. H6. Uglerodlar soni 4 taga ko'tarilib qo'ysak, 4 tali vakilni yozadigan bo'lsak, uglerodlar soni 4 ta bo'lganda, n o'rniga 4 qo'ydik. Ana endi mana bu yerdagiga ham 4 qo'yamiz. 4 kere 2 8, 2 ni qo'shadigan bo'lsak, H10 bo'ladi. Hop. Endi qaraymiz. Bu umumiy formulaga to'g'ri kelyapti. Hop. Endi uni tuzilishini yozamiz. Ya'ni qanday holatda yoziladi? Mana bu uglevodorodimiz, alkanimiz. Endi ta'rifimizni ikkinchi qismiga o'tamiz. Uglerodlar o'zaro oddiy sigma bog' bilan bog'langan deyapti. Demak, mana bunda 4 ta uglerod bor. 4 tasini oddiy sigma bog' bilan bog'lab yozib olaylik. Mana 4 tasini yozdik. Uglerodlarimiz organik moddalarda har doim 4 valentli bo'ladi. Ta'rifimizni davomida aytyapmizki, o'zaro sigma bog' bilan bog'langan, qolgan valentliklarini esa vodorod bilan to'yintirgan. Ya'ni qolgan valentliklarini vodorod bilan bog' hosil qilgan. Qarang. Uglerodlarimiz 4 valentli bo'lsa, mana bunga 4 ta 4 valentli bo'lish uchun nechta valent yetmayapti? Valent bog' 3 ta. Demak, mana 3 ta bog' yozamiz. Mana shu bog'ga vodorodlarni biriktiramiz. Bunga nechta yetmayapti? 2 ta. Mana. Bungachi, bunga ham bir xil. 2 ta. Bunga ham 3 ta vodorod yetmayapti. Endi qarang. Uglerodlar soni 4 ta. Vodorodlar sonini sanab ko'raylik. Agar mana bu formula bilan bir xil bo'lsa, yozgan formulamiz to'g'ri bo'ladi. 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demak, formulamiz tayyor va to'g'ri. Ana endi shu yerda biz yana bitta narsani o'rgatib ketishimiz mumkin. Mana bu alkanlarimizning yig'ib formulasi. Mana bu esa strukturaviy formulasi, ya'ni yoyib yozilgan. Undan tashqari biz 3-xil turida ham yozishimiz mumkin bularni. Ya'ni shunchaki uglerod bog'larini yozib qo'yish orqali, mana bunday yozib qo'ysak, alkanlarni ifodalashimiz mumkin. Mana bu vakilimiz 4 tali vakil deb qaraladi. Yozilmagan vodorodlar esa ularda mavjud deb qaraymiz har doim. Demak, mana shunday yozib qo'yish orqali ham biz alkanlarni ifodalasak bo'ladi. Xo'p, mana biz hozir bitta formulaga to'g'ri keladigan 3 xil yozsa bo'ladigan usulni o'rgandik. Ya'ni bu yig'ib formulasi, bu strukturaviy formulasi, bu esa uglerodlarning o'zini zanjir holatda yozib qo'yish usuli. Hop, ana endi buni molekulasini tuzilishiga keladigan bo'lsak, qanday tuzilgan bular? Bizda qarang. Necha xil bog' mavjud? Bizda mana bu uglerod vodorod bog'i mavjud.
Hop, bizda yana uglerod bog'lari mavjud. Ko'radigan bo'lsak. Bular albatta har xil bo'ladi. Ya'ni uglerod bilan vodorod bog'ini uzunligi uglerod bog'ini uzunligiga bilan bir xil bo'lmaydi. Hop. Demak, uglerod bilan vodorodni bog'ini uzunligi 1,54 angstrom hisoblanadi. L uglerod vodorod teng 1,54 angstrom. Hop, ana endi uglerod bilan uglerod bog'ini orasi esa L uglerod 1,09 angstrom, 1,09 angstrom hisoblanadi. Hop. Biz hamma alkanlardagi uglerod bog'ini uzunligini topdik. Har doim 1,09 angstrom bo'ladi. Alkanlardagi uglerod bilan vodorodni bog'ini uzunligi esa 1,54 bo'lar ekan. Hop, ana endi bularni gibridlanishini ko'rib qo'yamiz. Uglerodning gibridlanish turini ko'radigan bo'lsak, u o'z boshqa atomlar bilan 4 ta oddiy sigma bog' hosil qilyapti. 1, 2, 3 ta, 4 ta. Agar 4 ta oddiy sigma bog' hosil qilsa, buni gibridlanish qanaqa bo'lardi? sp3. Vodorodlarimiz esa har doim s bo'ladi. Hop. Ana endi buni fazoda qanday holatda tuzilishini o'rganamiz. Ya'ni fazoda qanday shaklni egallaydi. Buni yozib ketaveramiz. Fazoda tetraeder holatda bo'ladi. Fazoda tetraeder shaklni egallaydi. Xo'p, qaranglar. Endi biz mana bu yerdan umumiy sigma bog'larning sonini topib qo'yishimiz mumkin, sanab. Ana endi men sizlarga hozir boshqacha usulni o'rgataman. Mana shunday yozmasdan ham, buni strukturaviy formulasini yozmasdan ham, uni tarkibidagi sigma bog'larni hisoblashni o'rganamiz. Hop. Misol uchun bitta vakil yozaylik. 5 tali vakil yozib olsak, S5H12 desa, misol uchun. Buni tarkibidagi barcha sigma bog'larni topmoqchiman. Hop, buning uchun nima qilaman? Birinchi o'rinda uglerodni yozamiz. Hop. Uglerodlar soni 5 ta. Bitta uglerodim, har bir uglerodim necha valentlik? 4 valentlik. Hop, nechta valent bog' hosil bo'lishi kerak? 20 ta. To'g'rimi? Ana endi vodorodlarga kelamiz. Vodorodlarimiz nechta? 12 ta. Valentligi nechta? Valentligi necha? 1. Umumiy nechta? 12 ta bog' hosil qiladi. 12 ta vodorodimiz 12 ta bog' hosil qiladi. Endi umumiysini topamiz. Qo'shsak, hop, 32 bo'ladi. Ana endi chiqqan sonni 2 ga bo'lib qo'yishimiz kerak. 16. Chunki 2 ta elektronimiz, 2 ta valentimiz bitta umumiy bog' hosil qiladi. Hop. Ana endi bu chiqqan natijamiz to'g'rimi yoki noto'g'rimi bilishimiz kerak. Hop, demak yozamiz. 5 ta uglerodni zanjir shaklida yoza oladigan bo'lsak. Hop. Ana endi ularga nima qilamiz? Qolgan valentliklariga vodorod biriktirib chiqamiz. Qarang. Bitta har bir uglerodga nechta valent bog' yetmayotgan bo'lsak, shuncha vodorodni biriktirdik. Endi bog'larni sanab ko'raylik. Mana bu yerda arifmetik hisoblaganimizga to'g'ri keladi. 1 ta, 2 ta, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Demak, biz mana bunday strukturaviy formulada yozsak, strukturaviy formula yozib hisoblasak 16 ta chiqyapti. Mana bunday arifmetik hisoblasak ham 16 ta chiqyapti. Demak, mana bu amalimiz to'g'ri.
Hop, ana endi yana bitta yangi ma'lumot o'rganamiz, ya'ni yangi tushuncha. Bu uglerodlarni lamchilarga ajratish. Bu nima degani? Hozir ko'rib chiqamiz. Misol uchun, birorta istalgan vakil olsak. Uglerodlar yozaylik. Uglerodlar yozib oldik endi. Hop, endi qaraydigan bo'lsak, bizda lamchilarga ajratish qanday bo'ladi? Lamchilarga ajratishda biz bitta qoidaga amal qilamiz. Biz mana bu uglerodlar nechta uglerod bilan bog' hosil qilganligiga qaraymiz. Ya'ni agar uglerodimiz bitta uglerod bilan bog' hosil qilgan bo'lsa, u uglerodimiz birlamchi uglerod hisoblanadi. Ikkita uglerod bilan o'zaro bog'lansa, ikkilamchi, uchta uglerod bilan bog'lansa, uchlamchi va hokazo. Xo'p. Ana endi birinchi uglerodga to'xtalamiz. Mana bu uglerodimiz nechta uglerod bilan bog' hosil qilyapti? Faqatgina mana bu uglerod bilan bog' hosil qilyapti, xolos, to'g'rimi? Mana bu bilan bog' hosil qilyapti. Demak, bu uglerodimiz birlamchi hisoblanadi. Keyingi uglerodga keladigan bo'lsak, misol uchun. Hop, bu uglerodimiz. Mana bu ikkinchi uglerodga kelsak. Bu bitta, ikkita, uchta. Bu uchta uglerod bilan bog' hosil qilyapti. Demak, bunimiz qanaqa bo'ladi? Uchlamchi. Keyingi uglerodga kelamiz. Mana bu uglerodimiz nechta uglerod bilan bog' hosil qilyapti? Bitta, ikkita. Demak, buniki ikkilamchi ekan. To'g'rimi? Ikkita uglerod bilan bog' hosil qilyapti, xolos. Hop, endi oxirgi uglerodimiz bor. Mana bu. Bu uglerod nechta uglerodlar bilan bog' hosil qilyapti? Bitta, ikkita, uchta, to'rtta. Oxirgi uglerodimiz to'rtta uglerod bilan o'zaro bog'lanyapti. Shuning uchun ham bunimiz to'rtlamchi bo'ladi. Hop, o'zi uglerodlar maksimal to'rtlamchi bo'ladi. To'rtta lamchi turiga ajratamiz, xolos. Boshqa valentlikda bundan ortiq valentlik namoyon qilmaydi. Maksimali 4 valentli bo'ladi. Mana bu qolgan uglerodlar ham birlamchi bo'lib qolaveradi, chunki bitta uglerod bilan bog'lanyapti bular.